Rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün yine Tefsir Cevherleri 2. tomdan 41. betim 50. betgacha o'qiymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler umumen özlerinin hakikatini bilip durup inkar kılış, peygamberlerini nahak öldürüş ve yeryüzü buzg'unchilik qilishdek shu ağır cinayi qilmishlar bilan turib, yana biz cho'qim jannatgirmiz, chunki Allohning tanlangan xalqimiz deb ko'ringlaydi. Bu faqat Yahudi o'limalari o'z xoshidan o'ydirib chiqarib, avom xalqni azdirib kelgan siyosatidan boshqa narsa emas. Yahudi o'limalari Alloh taolodan qo'rqmay, uning nomidan og'ziga kelgan yolg'onlarni to'qiydi. Allah Teala insanlarning hammasini to'plab hisob oladigan qiyomat kunida ularning hali qanday bo'lar? O kunda adolat tarazisi qo'yildi. O kunda bu dunyoda qilgan yaxshi amallardan boshqasi asqatmaydi. Hech kimning yaxshi amallari kemaytilmaydi yoki gunohlari ko'paytirilmaydi. Hech kimga qilchi uvol qilinmaydi. Har kim o'zining bu dunyoda qilgan yaxshi va yomon amallarining mukofotini yoki jazosini to'liq ko'radi. Muhim nuqtalari: Allah Teala'nın kitabı boyunca hüküm çıkarıştan baş tartış, ameliyatda dinden yüz örgenlik ve Allah Teala'ga küfürlük kılganlıktır. İkinci, hakikatni yoşuruş, dinin talimatlarını burmulaş ve onun belgilemelerini özgertip etiş en ağır cinayet bulup, burunki dillerinin bozuluşu bu sebepten bulgan. Üçüncü, kıyamet günüdeki hesap veriş işlerini hiç kaçan unutmay, yaxşı amellerini kılış bilen onun tayarlıq görüş, her bir Müslüman adam için zörürdür. Allah'ın kudretinin namayenleri. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Tercümesi 26. ayet. Aytqan ki, ey hammaning egisi bo'lgan Alloh, sen xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xalqan adamni aziz qilsan, xalqan adamni xor qilsan. Hamma yaxshilik sening ilkingdadir. Sheksizki sen hammaga qodirsan. 27. oyat. Kechani kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Jonliqni jonsizdan chiqarsan, jonsizni jonliqdan chiqarsan. O'zing xalqan kishiga hisobsiz rizq bersan. Nazil bo'lish sababi: Vahidi ibn Abbas va Anas ibn Malik radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib mundaq deydi. Vahidi ibn Abbas ve Enes ibn Malik radhiyallahu anhumadan rivayet kılıp mundaq deydi. Peygamber aleyhisselam sahabilerge İslam'ın parlak geleceğinden hoş bişaret verip, Müslümanların Rimlikler bilen İranlıklarının imparatorluklarını paçaklap, taşlap, o joylarda islom hakimiyeti tiklaydiganligini aytganda, Madinadagi Yahudilar bilan munofiqlar bu bishoratning amalga oshirganligini ehtimoldan yiroq sanaganlikdan payg'ambar alayhissalomni masxar qilishga boshlaydi. Shu munosabat bilan Alloh taolo yuqorqi oyatlarni nozil qilish orqali payg'ambar alayhissalomni ularning shak shubhalarga raddiya tafsiri. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga xitob qilib deydi-ki: Ey Peygamber, Hristiyanlar, Yahudiler ve münafıklar senin davetini kabul kılıştan baş tartıp, özlerinin azgınlığını, İslam dinini kabul kılıp hidayet etişten əvzəl görgen bolsa, bu işin sana hiçbir ziyni yok. Çünkü sen onlara hak dinini yetkizin. Ama onlar hakikatki erişini halımadı. Şunun bilen senin davetini kabul kılmadı. Ey Peygamber, sen İslam dininin keleceğinden ümitsizlenmegin, herkes meyüslenmegin. Dünya ve ahiretin padişahlık ilgili bulgan, hamının egisi bulgan, cheksiz qudretlik Allah Taalaga tayinib, uning iltijo qilgan va mundaq degan. Hamının egisi bulgan ey ulug' Allah,
Sen xalğan bəndəngə peyğəmbərlik, padişahlıq və mal-mülk ata qılsan. Xalğan bəndəngdən xalğan vaqtda onu tartıb alsan. Sen xalğan bəndəngni əziz qılsan. Xalğan bəndəngni xar qılsan. Çünki sen həmməyə qadir ilahsan. Həmmə iş senin xahişin bilan boludu. Sen xalısan əzizni xar, xarni əziz qılsan. Keçi bilan gündüzni almashtırıb tursan. Canlıqni cansızını canlıqdan çıxırsan. Xalğan bəndəngə hesabsız rızıq versən. Çünki asman, zemin və ularning orasidagi hamma narsani və cimi yaxshiliklarning xazinasi sening mulkingda bo'lib, xohlagancha tasarruf qilsan. Və tuhrinal mayyit degan oyat Alloh taoloning cho'jini tuxumdan, ziroatni dandan, mo'minni kofirdan chiqarganligini və tuhrijul mayyita minal hayy degan oyat uning tuxumni to'xidan, danni ziroatdan, kofirni mo'mindan chiqarganligini ifodalaydi. Müfessirler bu ayetning tafsirida to'xi bilan tuxumni misol qilib keltirgan. Chunki o'tmishlarda sperma bilan tuxumda hayotliq borligini bilgili bo'lmaydi. Shunga bu ikkisi kishilarning nazarida jonsiz narsalar qatorida sanaladi. Ammo hozirgi ilmiy tadqiqotlar natijasida sperma bilan tuxumda hayotliq borligi isbotlandi. To'g'risini Alloh taolo biladi. Ba'zi mufassirlar aytgandek, agar bu oyatdagi jonliq bilan jonsiz degan so'zdan ma'naviy tiriklik bilan ma'naviy o'liklik maqsad qilingan bo'lsa, uning ma'nosi: "Ey Alloh, sen nadan kishining oilasidan olimni, olimning oilasidan nadonni, mo'min kishining oilasidan kofirni, kofirning oilasidan mo'minni chiqarsan" deganlik bo'ladi. Umuman aytganda Alloh taolo hammaga qodirdir. U quruqdanlardan yopishir o'simliklarni, jonsiz moddalardan jonliqlarni chiqargandek, ma'naviy o'liklardan bo'lgan mushriklarning ishidan Muhammad alayhissalomdek ilm hikmat manbasini, ajdodlari payg'ambar bo'lgan yahudilarning ishidan hozirgi yahudilardek razil maxluqlarni chiqarishga qodirdir. Yuqorqi misollar Alloh taoloning hammaga qodir yagona iloh ekanligini, Isa alayhissalomning xristianlar da'vo qilgandek Alloh taoloning o'g'li emas, balki Alloh taoloning bandisi va payg'ambar ekanligini ochiqlab beradi. Muhim nuqtalar. Yuqorqi oyatlar Alloh taolo Muhammad alayhissalomga o'rgatgan duolar bo'lib, u Alloh taoloning hammaga qodir ekanligini muayyanlashtirish bilan birga, uning yagona iloh ekanligini e'tirof qilishni o'z ichiga oladi. O'z ichiga olgan. Ikkinchi, Alloh taoloning va'dasi haqdir. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga qilgan va'dasini to'liq amalga oshirgan. Uchinchi, İsa Allohning o'g'lidir va uch ilohning biridir degan aqida ochiq botil aqida bo'lib, Alloh taolodan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh taolo bolaga aslo muhtoj emas. İsa alayhissalom Alloh taoloning bandisi va payg'ambaridir. Kafirlarni do'st tutishning gunohi. Bismillahirrohmanirrohim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Tercümesi 28. ayet. Müminler müminlerini koyup kafirlerini dost tutmusun. Kimki şunday qiladigan, onun Allah bilan hech bir aloqasi bo'lib qolmaydi. Faqat do'stdek ko'rinib bulardan keladigan yomonlikdan saqlanishinglar bundan mustasno. Allah sizlarni uning azobidan qo'rqitadi. Axir qaytadigan joy uning dargohidir. 29. ayet. Aytqanki, dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turdi. Allah asmanlardaki ve zimindeki narsalarning hammasini bilib turdi. Allah her narsaga qodirdir. 30. ayet. Her insan qilgan yaxshi ishlarni, yomon ishlarini o'zining oldida ko'radigan qiyomat kunida inson o'zi bilan yomon ishlarning orasida uzun bir musofa bo'lishni orzu qiladi. Allah sizlarni uning azobidan qo'rqitadi. Allah bandlarga nihoyatda mehribondir.
nazil bo'lish sababi. Mufassirlar la yettehizil mu'minunel kafirine evliya min dunil mu'minin degan oyatning nazil bo'lish sababi to'g'riliq ko'plagan rivoyatlarni bayon qilgan bo'lib, bu rivoyatlar ba'zi musulmonlarning islomning avvalgi chog'larida kofirlarning kuch va son jihatiga ortiqligidan qo'rqib, ular bilan munosabatini uzalmaganligi, yana ba'zi kishilarning kofir tuqqanlari va kofir do'stlari bilan chek-chegarani ayirmaganligi, yana ba'zi kishilarning kofirlarning munosabatini uzalmaydiganligini ochiq so'zlaganligi qatorliq voqealarni o'z ichiga oladi. Ammo shu aniqki, oyatning nazil bo'lish sababi nima bo'lsa bo'lsin, uning mazmuni umuman qartilganligida shak yo'q. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: Hajjaj ibn Amr, Kahmas ibn Uqayf va Qays ibn Zayd Yahudilardan bo'lib, ular musulmonlarni dindan yandirish uchun Madinalik ba'zi musulmonlar bilan do'stlik munosabati qurgan va ular bilan maxfiy uchrashib yuradi. Rifa'a ibn Munzir, Abdullah ibn Jubayr va Sayd ibn Haysama qatorliq mu'minlar ahvolni bilgandan keyin Yahudilar bilan do'stlik o'rnatgan yiliqi musulmonlarga "Ashu Yahudilardan yiroq turinglar, ular bilan do'stlashmanglar. Ular sizlarni dininglarni yondirib o'tmasin" deb nasihat qilgan bo'lsa-mu, ular bu kishilarning nasihatini qabul qilmagan. Shu chog'da Alloh taolo "La yettehizil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin" degan oyatni nazil qilgan. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Qur'oni Karim oldingi oyatlarda hamma yaxshilik Alloh taolaning ilgida ekanligini, berish yoki bermaslik Alloh taolaning ixtiyorida bo'lib, Alloh taolaning yaxshilikni xolgan bandasiga berib, xolgan bandasini tartib olishga qodir ekanligini bayon qilgan edi. Bu oyatlarda bo'lsa, kuch-quvvat, yaxshilik va aziz qilish Alloh taolaning ilgida bo'lgan ekan, hamma ishda uningga tayinish, uningga yordam tilash va uning azobidan qo'rqish kerakligini, shundaqla kofirlarning tarafini tutishning yomon oqibatlarini bayon qiladi. Tafsiri: Alloh taolo mo'min bandalarning kofirlarni do'st tutishini qat'iy cheklaydi. Alloh taoloning dushmanlari bo'lgan kofirlarni do'st tutish, ularning tarafini olish, ularga yon bosish va musulmonlarga qarshi kofirlar bilan birlashish qatorliq ishlarning hammasi og'ir gunoh ishlardir. Bunday qilg'ishlar bu dunyoda Alloh taoloning g'azabiga uchragandan sirtida uning yordamidan butunlay ayrilib qoladi. Oxiratda bo'lsa do'zax o'ti bilan azoblanishga tegishli bo'ladi. Chunki Alloh taoloning ko'rsatmasiga xilof qilib, musulmonlarni qo'yib kofirlarni do'st tutgan odam o'zining Alloh taolo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlagan bo'ladi. Alloh taoloning rahmatidan tamoman yiroqlashgan, uning yordamidan mahrum qolgan bo'ladi. Haqiqiy mo'min odam kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Ularni do'st tutmaydi. Chunki bunday qilish iymonga zid keladi. Alloh taolo bu haqda bunday deydi: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddalloha va rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Yani Allah'a ahiret günü işindiğen bir kavimnin Allah ve onun peygamberi bilen karşılaşmışlarını ular özlerinin ataları, oğulları, yoki qarindoshları, yoki urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirda do'st tutganligini ko'rmaysan. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan yordam bilan ularni kuchlantirdi. Alloh ularni astidan o'stanlar eqib turgan jannatlarga kirgizdi. Ular o jannatlarda mangu turadi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Ular Allohdan mamnun bo'ldi. Ana shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki, Allohning qo'shini cho'qim maqsadga yetishlardir. Kofirlarni do'st tutish dinimizda qat'iy cheklangan ish bo'lib, faqat bir holatda og'zaki do'st tutishga ruxsat qilingan. U bo'lsa-mu kofirlar o'lim bilan tahdid solgan vaqtda o'limdan saqlanib qolish yuzidan ularni do'st tutganligini tilining uchida so'zlasa bo'ladi. Siz ularning yurtida bo'lsangiz, ularga qalbingizdan emas, tilingizda do'stlik izhor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tilning uchida so'zlasiz, ularning yurtida bo'lsangiz, ularga qalbingizdan emas, tilingizda do'stlik izhor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Çünkü Allah Teala kafirlikka mecburlangan kişinin küfrünü ağzaki sözlep koyup, özünü qutquzishga ruxsat qilgan yerde
Onun küfrüden tövən sözlərini sözləb, kafirlərin ziyankeşlikindən özünü qoğdan kişini əlbəttə əfv qıldı deyə ümid qılırız. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şeraha bil kufri sadran fealeyhim gazabun minallahi ve lehum azabun azim. Yani kimki Allah'a iman etkandan keyin imanını yenib oladigan, u Allah'ning g'azabiga uchraydi. Qalbi iymon bilan mustahkam turib, majburlash aslida iymondan yonganligini bildirganlar bundan mustasno. Lekin kimki ko'ngli kufrga ochadigan, ular Allah'ning g'azabiga uchraydi va cho'ng azobga qoladi. Ammo kofirlarga chin yurakdan berilish qat'iy to'g'ri emas. Chunki bunda qilish iymonga zid keladi. Shuni unutmaslik kerakki, mu'minlarning do'stlari mu'minlardir. Dini cihetdeki dostluk kıyamet günü davamlaşılan mengülük dostluktur. Başka cihetdeki dostluklar ahiret günde birbirine düşman buluşulan dostluklardır. Allah Teala kafirlerden birleştiren Müslümanlar Allah Teala insanların aşkar kılgalarını ve kalp katları yoşurgalarını enak bilip turganlık için dillardaki muhabbet, nefretlerini elbette tolup bilidi. Kafirlerini dilinden yaxşı gördüğünlerini bilip durdu. Ularını şunu asasen cezalaydı. Çünkü asman ve zemindeki aşkar yoşurunu hiç kandık nerse Allah Teala mahfi emez. Allah Teala Müslümanlarını kafirlerinin tərifini tutuş, ularını Müslümanlarga yaxşı görgəndək yaxşı görüş ve Müslümanlar karşı ular bilen birleşik qatarlıq işlerini dostkan bolsunmu, ularını kafirlerga insani noktadan yaxşılıq qilish, adillik qilish ve muamelede dürüst boluş qatarlıq yaxşılıklardan toskan emas. Kafirlarni yaxşı görmeslik deganlik ularga düşman boluş lazım deganlik emas. Çünkü Müslümanlarga ziyankeşlik qilmagan kişilerge düşmanlık qilishga bolmaydi. Ammo Müslümanlarga ziyankeşlik qilgan, ularning ziminlerini besib olgan kafirlarga qarshi kurash qilish ve ularni yomon ko'rish iymonning ifodasidir. Allah Teala ahirgi ayette müminlerini dehşetli kıyamet günden agahlandırdı. Günahkarlar kılmışlarını görmeslik için özü bilen kılmışlarının arasında uzun bir musabı buluşunu arzu kılıp kalıdığan, her kimden yaxşılıktan ve yamanlıktan kılgan etkenleri aldığa koyulduğan şu kıyamet günü için yaxşı amellerini köp kılış bilen muhim noktaları. Müslümanlara karşı kafirler bilen birleşiş ağır günahdır. İkinci, Müslümanların küçük kuvvet cihetdeki aciz şaraitlarda kafirlerin ziyankeşlikini saqlash uchun ularga ağızdaki dostluk izhar qilishi caizdir. Üçüncü, Allah Teala'nın azabından hazır eyleş lazım. Allah Teala'nın Müslümanların kafirler bilen birleşkenlerine vəri qılgan azabı hakikaten haktır. Dördüncü, kıyamet günüdeki hesap veriş haktır. Hesap bu dünyada qılgan yaxşı yaman emellerden ve cennetke kirişinin yolu iman ve yaxşı emeldir. Allah'ın muhabbetiga erişiş Resulullah'a erişiş bilen buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Kul ati'ullaha ve rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Tercümesi, ey peygamber, aytqan ki, agar sizlar Allah'ni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, menga ergishinglar. Agar shunday qilsanglar, Allah sizlarni yaxshi ko'radi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. 32 oyat. Ey peygamber, ularga aytqanki, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Agar ular sizning da'vatingdan yuz o'rsa, ular shuni bilsinki, Allah kofirlarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Nazil buluş sebebi. Allama İbn Cerir Tabari bu ayetlerinin nazil buluş sebebi hakkında kelgen bir qancha rivayetini bayon qilgandan keyin ularning arasından bir rivayetini kuchlik deb qarab mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom bilan munoziralash uchun kelgan Najran xristianlarining vakillar umidi İsa bilan uning onasi Maryamni ulug'lash va bu ikkisiga cho'qinish bizning Allohga bo'lgan muhabbatimizning ifodasidir degan safsatini o'tirib qo'ygan bo'lib, Alloh taolo ularning bu safsatisiga raddiya bergan holda bu oyatlarni nazil qilgan. Ma'lumki bu ayetlerde Allah Teala bulgan sevgi muhabbetinin ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolga erişiş bilanla öz ifadesini tapdığanlığı bildirilgen. Tefsiri Allah Teala'nın avvalki ayette Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni Necran Hristiyanlarının vekiller ömürgüge ve onlara okşaş
payg'ambarga ergashmay turib, biz Allohni yaxshi ko'ramiz deb olgan azg'inlarga radiya berib, agar sizlar rostli Alloh taoloni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, menga ergashib, men Alloh taolo tarafidan sizlarga ilib kelgan haq dinni qabul qilinglar. Uning ko'rsatmalariga amal qilinglar. Agar sizlar shunday qilsanglar, Alloh taoloni haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lsizlar. Shu chaqda Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'rdi va o'tganki barliq gunohinglarni mag'firat qiladi deyishga buyurdi. Shuning bilan tafsir javharlar 2 tomidan 14 o'qib bo'ldik. Bugunlik mushayish bo'lsin.